Kitob.uz taqdim etadi. Alloh taologa yetishish asoslari. 9-asos. Oldi-berdi masalasida doim jamg'armadan olinadi. Alloh taolo bilan o'zaro munosabatda doim jamg'armadan, ya'ni foyda yoki zarardan olinadi. Ya'ni avvalgi amallarning natijasi ko'riladi. Alloh Qur'onda: "Yuz o'girsalar bilingki, Alloh ularga ayrim gunohlari tufayli musibat yetkazishni xohlayapti. Odamlarning ko'plari fosiqlardir" degan Moida surasi 49-oyat. Alloh tomon yuzlanganingizda toat ibodat sizga qiyinlik qilayotganidan ajablanasiz. Misol uchun tahajjud o'qiy olmaysiz. Xo'sh, buning sababi nima? Sufyon Savriy aytadi: "Bir kishini g'iybat qildim, oqibatda bir oy tahajjud o'qishdan mahrum bo'ldim. Salafi solihlardan biri: bir gunoh qilib qo'ydim, keyin o'sha gunohni deb 4 yildan beri orqaga ketyapman" degan. Ya'ni bitta gunohni deb 4 yil ishlari orqaga ketgan. Alloh Qur'onda: "Ikki jamoat to'qnashgan kuni sizlardan qochgan kishilarni o'zlari qilgan ayrim gunohlari sababli faqat shaytongina yo'ldan ozdirdi" degan Oli Imron surasi 155-oyat. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Allohni muhofaza qil, shunda Alloh seni muhofaza qiladi. Allohni muhofaza qil, shunda uni qarshingda topasan" deganlar. Imom Ahmad va Imom Termiziy rivoyatlari. Yana u zot alayhissalatu vassalam: "Farovonlik paytida Allohni tanisang, Alloh seni qiyinchilik paytida taniydi" deganlar. Jamg'armadan yechib olinadi deganda shu narsa nazarda tutilgan. Demak, Allohning huzurida sizning avval qilgan yaxshiliklaringizdan iborat jamg'arma bo'lishi kerak. U jamg'arma yangi yaxshiliklarni keltirib chiqaradi. Alloh avvalgisi-yu keyingisini qabul qiladi va bari jamlanib kelajakda siz uchun umumiy jamg'arma bo'ladi. Shunday qilib Alloh taolo hidoyat topgan zotlarga hidoyatni ziyoda qilur va ularga taqvolarini berur. Har safar hidoyati ziyoda bo'lganda Alloh ularga taqvoni beradi. Har safar taqvosi ziyoda bo'lganda esa Alloh ularga hidoyatni ziyoda qiladi. Albatta, Karim va Azim Robbimiz bilan o'zaro munosabatda bo'lganimizda uning huzuridagi jamg'armangiz kattalashgani sayin sizning yaxshiliklardan iborat rizqingiz ko'payib boraveradi. Harsangtosh g'orning og'zini yopib qo'yib qamalib qolgan 3 kishini eslang. Ular boshidan muxlis kishilar edi. Buning dalili shuki, ular ixlos bilan qilgan amallarini vasila aylashdi. Alloh ularni vasila qilishiga muvaffaq qildi. Ya'ni Alloh sizlarga ham shunday tavfiq berishi uchun xolis amalingiz bo'lishi kerak. Alloh Qur'onda: "Qilgan yaxshi amallari sababli u zot ularning do'stidir" degan. An'om surasi 127-oyat. Ya'ni Allohga vali do'st bo'lish uchun amal kerak. Demak, Alloh bilan muomala qilishni boshlaganingizda avvalgi jamg'armangizdan, avvalgi amallaringizdan foyda olasiz va ular orqali ziyodasini va yangisini jalb qilasiz. Shak shubhasiz boshlash uchun sizdan g'ayrat talab qilinadi. Shuning uchun ulamolar kimning avvali olovdek shiddatli bo'lsa, oxiri nurdek porloq bo'ladi deyishadi. Birinchi qadam kuchli, ta'sirli va to'g'ri bo'lishi kerak. Salafi solihlardan biri aytadi: 20 yil tahajjud o'qishga o'zimni majburladim. So'ng 20 yil tahajjud o'qib rohatlandim. Boshqa biri shunday degan: qalbimni 20 yil qo'riqladim. Keyin u meni 20 yil qo'riqladi. Doim natija jamg'armadagi amallarga qarab bo'ladi. G'arbdagi bir yurtga safar qilgan edim. U yerdagi masjidda yuzi iymon nuri bilan to'lgan bir yigitni uchratdim. G'arb muhitida Allohning zikrini eslatuvchi yuzni ko'rganimdan taajjublandim. Undan: "Siz kimsiz? Sizni bu yerga nima olib keldi?" deb so'radim. U menga: "Bir oydan beri masjiddan chiqmay o'tiribman" dedi. "Nima uchun?" deb so'radim. Chunki bu yurtga kelganimda unga mahliyo bo'lib es-hushimni yo'qotdim. Tabiiyki, o'z yurtimda shahvatlardan tiyilib yashar edim. Bu yerga kelib esa cheklovsiz erkinlikni ko'rdim. Birov mendan "Qayerga ketyapsan? Qayerdan kelding?" deb so'ramas edi. Hayotda hamma narsaga yo'l ochiq edi. Aroqxo'rlik, zino, o'g'irlik, hamma narsaga imkon bor ekan. Keyin juda qattiq kasal bo'lib qoldim. Yo'talaverib, kirovatdan yiqilib tushardim. Xonadonda yolg'iz o'zim yashardim.
Bir payt yo'talib yiqilib tushdim. Turishga harakat qilib tura olmadim. Keyin ey Robbim, ey Robbim, ey Robbim dedim va yig'ladim. Keyin o'zimga kelib shunday dedim: ey Robbim, lekin qaysi yuz bilan senga Robbim deb murojaat qilaman? Namoz o'qimasam, roza tutmasam, Robbimni tanimasam, men nima qilibmanki Robbim deyman? Shu gap miyamga kelganda keyin larzaga tushdim. Uydan tez yugurib chiqdim va masjid qidira boshladim. Keyin shu masjidni topdim, kirdim. Hozirgacha undan chiqqanim yo'q. Ey yoshlar, mazkur hodisadan meni ajablantirgan narsa u yigitning quyidagi so'zlari edi: ey Robbim, men nima qilibmanki Robbim deyman? Ya'ni Allohga duo qilishim uchun mening nimam bor? Bu aynan farovonlik paytida Allohni tanisang, Alloh seni qiyinchilik paytida taniydi degan ma'nodir. Men sizlarga doim aytadigan quyidagi gapim ham shu ma'nodadir. Uni unutishdan hazir bo'ling. Aks holda u ham sizni unutadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning quyidagi so'zlari ham shu ma'nodadir. Uchinchisi esa yuz o'girdi. Alloh ham undan yuz o'girdi deganlar. Alloh taoloning Tavba surasi 67-oyatidagi ular Allohni unutdilar, natijada Alloh ham ularni unutdi degan so'zi ham shu ma'noga dalolat qiladi. Siz Allohdan bir narsa so'rash uchun jamg'armangizni nima bilan to'ldirdingiz? Siz Alloh istagandek bo'lmay turib, Allohdan nimanidir istayapsizmi? Ibnul Qayyim aytadi: siz Alloh uchun u zot istagandek bo'ling. Shunda u zot sizga istaganingizdan ko'ra afzalroq bo'ladi. Shuning uchun o'zaro munosabatda doim jamg'armadan olinadi. Sha'biy aytadi: Alloh yo'lida hijrat qilgan insonlarning bir jamoasi jangga otlandilar. Shunda ulardan birining eshagi o'lib qoldi. Jamoadoshlari u kishini o'zlari bilan olib ketishmoqchi edi, lekin u rad etdi. Shuning uchun birodarlari uni tashlab ketishdi. U kishi turib tahorat olib namoz o'qidi. So'ng qo'llarini duoga ko'tarib: Allohim, men Makka va Basra orasidagi Dafinadan degan joydan sening yo'lingda, sening roziligingni istab mujohid bo'lib chiqdim. Guvohlik beramanki, albatta sen o'liklarni tiriltirasan, qabrdagilarni chiqarasan. Shunday ekan menga eshagimni tiriltirib ber, dedi. Keyin eshagi tomon yurib eshagini urdi. Shunda eshak quloqlarini silkitib o'rnidan turdi. Egasi uni egarlab, nuqtalab minib oldi. Keyin yo'l yurib birodarlariga yetib oldi. Ular nima bo'ldi deb so'rashgan edi. U Alloh eshagimni tiriltirdi deb javob berdi. Alloh yo'lidagi birodarim, u kishining so'zlariga e'tibor bering. U sening yo'lingda, sening roziligingni istab mujohid bo'lib chiqdim, dedi. Ha, u ana shu jamg'armadan foyda oldi. Shuning uchun duosi qabul bo'ldi. Bu solih amalni vasila qilish demakdir. Robbimiz, biz nido qiluvchining Robbingizga iymon keltiring deb nido qilayotganini eshitdik va shu zahoti iymon keltirdik. Robbimiz, shunday ekan bizning gunohlarimizni kechirgin. Ali Imron surasi 193-oyat. Mazkur oyatdagi bog'lovchi fa harfiga e'tibor bering. Robbana faghfir. Uning ma'nosi quyidagicha: duoyimizni qabul qilishing uchun nido qiluvchiga tez ijobat qilganimizni vasila qilamiz. Fors mushriklari bilan ro'baro bo'lgan Baro ibn Malikni eslang. Musulmonlar qiynalib qolganda unga shunday deyishgan: ey Baro, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam senga agar qasam ichsang Alloh qasamingni oqlab beradi deganlar. Shunday ekan Robbingga qasam ich deyishdi. Shunda Baro: ey Robbim, dushman yelkalarini bizga berishing, ularni mag'lub qilishing va meni Rasululloh bilan uchrashtirishing uchun senga qasam ichaman, dedi. Keyin dushmanlar mag'lub bo'ldi va Baro ibn Malik esa shahid bo'ldi. Ha, duo qabul bo'ldi. Robbidan musulmonlarga g'alaba, o'ziga esa shahidlikni so'ragan edi. Duosi qabul bo'lib, so'raganiga erishdi. Subhanalloh, Allohga qasam ichgan edi. Shu zahoti ijobat bo'ldi. Ha birodarlar, chunki uning xayrli amallar jamg'armasi bor edi. Diyonatli voiz Umar ibn Zarni olaylik. Kasir ibn Muhammad aytadi: Umar ibn Zarning shunday deyotganini eshitdim: Allohim, sen uchun eng suyukli toatlarda, ya'ni senga iymon keltirish va seni tasdiqlash borasida o'zingga itoat qildik.
sen uchun eng yoqimsiz gunohlarda, ya'ni senga kufr keltirish va sendan yuz o'girish borasida osiylik qilmadik. Allohim, ularning orasidagi gunohlarimizni mag'firat qil. Zero sen Alloh o'lganlarni qayta tiriltirmaydi deb Alloh nomiga qasam ichdilar degansan. Nahl surasi 38-oyat. Biz esa sen o'lganlarni qayta tiriltirasan deb Alloh nomiga qasam ichamiz. Nahot ikki xil toifa odamlarni bitta joyda jamlasang? Ha, toat va iymonni hamma narsadan muqaddam qo'ydi. Rahmonni g'azablantiradigan narsalardan uzoq bo'ldi va duosi ijobat bo'lishiga loyiq bo'ldi. Omir ibn Abduqays Robbiga duo qilib, qalbini ayollarga nisbatan shahvatdan uzoq qilishini va unga yo'liqqan odamning erkak yoki ayol bo'lishi unga ahamiyatsiz bo'lishini so'rar edi. Alloh taolo uning duosini qabul qildi. Chunki Allohning huzurida uning solih amallaridan iborat katta jamg'armasi bor edi. Duoyingiz ijobat bo'lishi uchun qanday jamg'armangiz bor? Alloh yo'lidagi yaxshi ko'rgan birodarim, hasanot jamg'armangizni nima ziyoda qilishini aytaymi? Qur'on qurimaydigan buloqdir. U zikrlarning eng afzali va toatlarning eng yaxshisidir. Shunday ekan Qur'onni lozim tuting, u solih amallarni qilishingizga yordam beradi. Alloh yo'lidagi birodarim, solih amalni afzal ko'rsangiz, solih amalga erishasiz. Jamg'armangizni yaxshiliklar bilan to'ldirsangiz, hojat tug'ilganda undan foydalanasiz. Shunday ekan, Alloh taolo bilan o'zaro munosabatda doim jamg'armadan foydalaniladi.